Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, aka-ukalar. Mana Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on bozoriga keldik. Manzil mana hotel mehmonxonasining yonida, Yerqo'rg'on bozorida. Do'konimiz raqami mana 637 raqami. Hurmatli tomoshabinlar, do'konimizga kirib keldik. Xullas hamma narsa bor do'konimizga. Hozir tanishtirib o'tib ketamiz narxlari bilan do'konni. Aka, assalomu alaykum. Qancha bo'lyapti aka navotlar? Navotlar 17 mingga 13 ming. 13 minglik 3 ta navot, ha? 17 ming yurar navot. 17 ming yurar navotlar. Har xil konfetlardan bor ekan. Aka, optim arzon joy deb xudo xolasa aytursin bo'ladi, ha? Obunachilarimizga, obunachilarimiz managa turlilar har xilidan bor. Eng arzon betonlardan biri Yerqo'rg'onga kelaverasizlar xudo xolasa. Aka, bular pichonalar qanchadan chiqadi bular? 45 ming pachkasi 3 kilo chiqadi, 15 mingdan. 3 kilo chiqadi, 45 ming so'm bo'ladi, ha? 15 mingdan tushadi kilosi, ha? Mana bu 23 ming so'm. Bu 23 ming so'm, ha? Kekslava 75 mingdan pachkasi olindi. Bular 75 ming, ha? Bular necha kilo chiqadi? 3 kilo chiqadi. Bu 3 kilo chiqadi. Bu prayliklar qanchadan? Raylar 70 ming 3 kilolik. 70 minglarga 3 kilo olsa, hurmatli tomoshabinlar. Mana bular holva, qanaqa holva? Bodiy holva 40 ming kilosi. Kilosi 40 ming so'm, ha, optimga. Parvardalar bor 90 ming, 85 ming. Mana parvardalar. Do'koni bor akalar bo'lsa, kelib optimga olib ketaverasizlar xudo xolasa. Bular qanchadan chiqadi? Holvalar 8 ming chiqadi, 05 mana. Yarim kilolik. Yarim kilo 8 ming so'm, ha? 8 ming so'm, 1 kilolik 17 ming beramiz. Mana hurmatli tomoshabinlar, kelaverasizlar. Arzon joy do'koni xudo xolasa. Mana parvardan xilma-xilidan bor. Juda sifatli. Xurmo qancha aka? Xurmolar 35 ming kilosi. Kilosi 35 ming so'm, ha? Qo'qon halva 14 ming so'mdan. Mana qo'qon halva. Bitta pachkachasi 14 ming so'm. Bu 300 gram chiqar ekan, ha bu? Shunday, ha. Vallahi mana 13 ming so'mdan chiqadi. 13 ming so'mdan bu simichkali nima holva ekan-da bu? 13 ming ekan. 12 ming so'm chiqadi. Bular 12 ming so'm. Bu ham qo'qon halva. Shunday. Ha, juda chiroyli narsa. Labs halvalar 11 ming so'mdan. Labs halvalar 11 mingdan, ha? Kilosi 11 mingdan, ha? Bular qanchadan? Qaysi bo'lar? Mana bular. Choylar mana 15 ming so'm qo'yamiz. Mana 22 ming qo'yamiz. 15 ming so'mdan, bu 22 ming so'm. Mana 19 ming qo'yamiz. Bular 19 45 ming. 45 Mana 55 ming. Bu misol kilosi 900 gram. Yaxshiroq bo'ladi. Ha, ichkicha. Bular qancha kafelar? Kafelar mana 49 ming qo'yamiz. Mana 30 ming so'm jakimiz kichkinasi. 30 ming so'm. Ha, unisichi? Makkafe. Mana 13 ming chiqadi. Kattarog'i bor 18 ming. 18 ming so'mdan ekan, hurmatli tomoshabinlar. Bu choylar qanchadan? 22 ming so'm, 100 talik. Bular 22 ming so'mdan, ha? Hurmatli tomoshabinlar. Aka, shakar qiziqroqda-ku obunachilarimiz. Shakarni bir aytib o'tib ketaylik. Shakar optimga 11,5 chiqadi. Ko'proq bo'lsa yana kelishda beramiz. Bu 11,5 ming chiqadi, ha? Misol do'koni bor akalar bo'lsa, xalta olgansa, undan ham sal arzon qilib beramiz. Ibrohim bozorchidan ko'rdim deb kelsa kanalidan. Kelishtirib berasizlar xudo xolasa. Har xilcha shirinliklar bor. Makaronlarni ham aytib o'tib ketaylik. Makaronlar qancha bo'ladi? Bular 150 ming chiqadi qoqa. Bular tepadagilar Markiz, ha? Markiz, ha. Mana bu. Kiloga qanchadan? Kiloga 15 sotamiz, 13 ming so'm beramiz. 13 ming qilib berasiz, ha? Optimga 150 ming qoqa. Mana u 13 dan ham kam tushadi, ha? Ha, pastdagilar bor, 7,5 ming beramiz. Mana 7,5 mingdan. Bular nomi nima edi? Bular Nafis deyiladi. Nafis, ha, esimga chiqdi. Nafis bular. Bular Markiz, ha? Markiz, ha, shu ikki qator Markiz. Markiz mana aka. Har xilchasidan bor, hurmatli tomoshabinlar. Do'konning nomerini aytdi, telefon raqamimizni qoldiramiz. Oxirigacha kuzatinglar videoni, xudo xolasa. Aka, bular qanchadan chiqyapti? Shidaraletalar 200 gramni 9500 qilib beramiz optimga. Aha. 250 gramni 11 ming qilib beramiz. 11 ming so'm, ha? Bunisi-chi? Ukrainskalar 11 ming qilib beramiz. 11 ming. Yarim kilo 25 ming so'm. 25 ming so'm. Zolotoychi? Zolotoylar 9 ming. 9 ming so'mdan, hurmatli tomoshabinlar. Guruchlar qancha bo'lyapti? Guruchlar 14 ming chiqadi, eski hosillardir, mana yaxshisi. Eskisi suv ko'taradigan-da. Yangisi bor, bular 11 ming qilaman. 11 mingdan yangilardirlar. Garoqlar bor, hamma narsa bor. Hammasidan bor ekan. Kelaverasizlar, xullas xolasa oshmayizlar bor. No'xatlar bor, xudo xolasa arzon joyi. Choylar har xilidan bor. Choylar kelishib beradi, har xili bor.
har xilidan bor 5 choylar. mingdan 160 minggacha. Xullas optim do'kon, kelasilar mana praynikni qizilidan voyagi shirin nima chiqadi-da bu. Qayerdaki Samarqandda? Bular Qarshiniki bu. Qarshinikimi? Ha, mana. 40 ming so'm. 40 ming 3 kilo chiqadi. 3 kilo chiqadi. 13 mingdan, 13 12 mingdan, 12 ming, 13 mingdan. 2600 chiqadi. Mana hurmatli tomoshabinlar, parvardan zo'rlari bor ekan, kelaverasizlar. Step qancha chiqadi? Step. Sizlar bilan 65 mingga beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, qaranglar, mana step 65, boshqa joylarga 80 ming, 75 ming chiqadi-da. Men o'zim shundan nima qiladim? E'tibor berib qaraganman. Eng arzon joylardan biri 65 ming so'm chiqar ekan managa kilosi. Bu konfetlar shunday arzon xudo xolasa, kelaverasizlar mana. Shampunlar har xilidan bor. Telefon nomerni ayting aka. 88lik 88lik 294 294 0777. 0777 telefon raqamiga telefon qilib, manzilni topolmasangiz telefonlashib kelaverasizlar xudo xolasa. Podpiskani bosinglar, laykni bosinglar, tarqatib qo'yinglar yaqinlar, manfaatli bo'ladi inshaalloh.